Endi samokat minishga ham prava kerak bo'ladimi? Vazirlar Mahkamasining joriy yil 30-mart kunidagi 125-son qaroriga ko'ra, moped va skuter, shuningdek, eng yuqori tezligi 25 km dan oshmaydigan, ish hajmi 25 cm3gacha bo'lgan, ichki yonuv dvigateliga ega bo'lgan yoki belgilangan quvvati 0.25 kW gacha bo'lgan kichik hajmdagi mototransport vositalarini boshqarish uchun A1 kichik toifasi bo'lishi kerakligi belgilandi. Biroq qarorning ushbu bandi oxirida individual harakatlanish vositalari bundan mustasno ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Yo'l harakat qoidalarining 5-bandida individual harakatlanish vositalariga ta'rif berilgan. Unga ko'ra, dvigatel yordamida odamning individual harakatlanishi uchun mo'ljallangan bir yoki bir necha g'ildiraklari bo'lgan transport vositasi individual harakatlanish vositasi sanaladi. Ya'ni elektrosamokat, elektr skateboardlar, segwaylar, unitsikllar, monog'ildirak va boshqa shunga o'xshash transportlarni boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi talab etilmaydi. Bunday transportlarni boshqarish uchun amaldagi qoidalarga rioya etgan holda velo yo'laklardan, ular bo'lmaganda esa yo'lning chetki bo'lagidan harakatlanish lozim. Xabarni esa qarorni noto'g'ri talqin qilgan tarmoq vakillariga ishonib qolmaslik uchun yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying.